Salom, Horror Studio kanaliga xush kelibsiz. Hayotning eng katta sirlaridan biri o'lim va o'lim bilan bog'liq eng qadimiy qo'rquvlarimizdan biri qabriston. O'zbek madaniyatida qabristonlar nafaqat marhumlarning so'nggi maskani, balki muqaddas, ba'zan esa sirli va hatto dahshatli joy sifatida ham qabul qilinadi. Ammo bu qorong'u joylarda yashirinib yotgan o'liklarni go'shtini yeydigan, inson qiyofasiga o'zgartira oladigan maxluq haqida eshitganmisiz? Bugun biz o'zbek folklorining eng sovuq va eng dahshatli obrazlaridan biri g'ul, xul va qabriston dahshatlari dunyosiga sho'ng'iymiz. Bu maxluq shunchaki ertakmi yoki u bizning o'limimizdan keyingi hayotga bo'lgan eng chuqur qo'rquvlarimizning aks sadosimi? Keling, birgalikda bu sirli dahshatlarni ildizlarini tahlil qilamiz. G'ul obrazi asosan islomgacha bo'lgan arab mifologiyasidan kelib chiqqan bo'lib, keyinchalik O'rta Osiyo xalqlari, jumladan o'zbeklar folkloriga ham kirib kelgan. U odatda qabristonlarda yashaydigan, yangi dafn etilgan murdalarni qazib olib yeydigan ochko'z va dahshatli maxluq sifatida tasvirlanadi. G'ulning eng xavfli xususiyatlaridan biri uning inson qiyofasiga kira olishidir. U yo'lovchilarni adashtirib qabristonga olib borilishi va ularni yeb qo'yishi mumkin. Psixologik jihatdan g'ul bu inson tanasini o'limidan keyingi yemirilishi, chirishi va yo'q bo'lib ketishi qo'rquvning personifikatsiyasidir. U o'limning eng jirkanch va qo'rqinchli tomonini aks ettiradi. G'ul haqidagi afsonalar odamlarni qabristonlarga hurmat bilan qarashga, o'liklarni tinchligini buzmaslikka undagan. Bu shuningdek ochlik, qashshoqlik va insoniyatni yo'qotish qo'rquvini ham ramzi bo'lishi mumkin. O'zbek madaniyatida qabristonlar har doim alohida o'ringa ega bo'lgan. Ular nafaqat marhumlarning maskani, balki ziyoratgoh, ibodat joyi va o'tmish bilan bog'lanish nuqtasi hisoblanadi. Ammo shu bilan birga qabristonda ko'plab dahshatli hikoyalar va irimlar bilan bog'liq bo'lgan narsalar bor. Tunda qabristonga borish qat'iyan man etiladi, chunki kechasi u yerda g'ayritabiiy kuchlar faollashadi, o'liklar ruhlari kezadi deb ishoniladi. G'ul kabi maxluqlar aynan tunda qabristonlarda o'z faoliyatini boshlaydi. Bu ta'kidlar aslida insonning qorong'ulikdan, noma'lumlikdan va o'limning sirli tomonlarini qo'rqishining aksidir. Qabristonlar bu hayot va o'lim o'rtasidagi chegara. Bu esa inson ongida doimiy ravishda sirli va qo'rqinchli tasavvurlarni uyg'otadi. U yerdagi har bir shivir, har bir soya insonni vahimaga solishi mumkin. Bu joylarning muqaddasligi va dahshatliligini bir-biriga chambarchas bog'liqdir. O'zbek folkloridagi g'uldan himoyalanish uchun bir qancha usullar mavjud bo'lgan. Eng asosiysi qabrlarni mustahkam qurish, ularni himoya qilish, shuningdek duolar o'qish, isiriq tutatish va qabriston yaqinida yovuz ruhlarni haydovchi o'simliklarni ekish ham keng tarqalgan. G'ul obrazining zamonaviy dahshat janridagi zombi, vampirlarga o'xshatish mumkin. Ular ham o'limdan qaytgan, inson go'shtiga och maxluqlardir. Bu o'xshashliklar g'ulning universal qo'rquv, o'limning qaytishi va inson tanasining buzilishi qo'rquvini aks ettirishini ko'rsatadi. Bugungi kunda g'ul haqidagi afsonalar bizning o'lim, chirish va noma'lumlikdan qo'rqishimizni eslatib turadi. U insoniyatning o'z tanasiga bog'liq bo'lgan munosabati, o'limdan keyingi taqdir haqidagi savollar bilan chambarchas bog'liqdir. G'ul bu shunchaki tarixiy maxluq emas, balki bizni o'zimizni eng chuqur, eng ibtidoiy qo'rquvlarimizning ko'zgusidir. Xulosa qilib aytganda, o'zbek folklorining g'ul obrazi shunchaki dahshatli ertak emas. U o'lim, chirish, noma'lumlik va inson tanasining yemirilishi kabi universal qo'rquvlarimizning madaniy ifodasidir. U bizga o'limni nafaqat yakun, balki ba'zan dahshatli boshlanish bo'lishi mumkinligini eslatadi. G'ul haqidagi afsonalar bizning o'zligimizni, o'limga bo'lgan munosabatimizni va madaniyatimizning chuqur qatlamlari haqida ko'p narsalarni aytib beradi. Sizning hududingizda g'ulga o'xshash qanday maxluqlar haqida afsonalar bor? Qabriston bilan bog'liq qanday sirli hikoyalarni bilasiz? Izohlarda o'z fikrlaringizni yozib qoldiring. Bu Horror Studio kanali edi. Obuna bo'ling va o'limning qorong'u sirlarini o'rganishdan qo'rqmang.